Nihoyatda yomon kasal bu. 4 yil, 5 yildan chaqa og'riydi. Jaz vobshe chidab bo'lmaydigan og'riq bo'lasida. Navoiyda tupurukni ham yutib bo'lmaydi, tupurib ham bo'lmasdi. Eta-beta davolandim, bo'lmadi. Hozir mana yaxshiman. Nonimni ham yeyapman, gapimni ham gapiryapman. Doktorlarga rahmat. Men Razzaqov Abdusalomman. Rishton rayoni Amravot qishlog'idanman. Bu kasallik bilan 4 yil, 5 yildan chaqa og'riydi. Nihoyatda yomon kasal bu. Birinchi boshlanganda ovqat yeyolmaganman. Suqarini yosh shprisda ovqat haydasdi. Qanaqa bo'lardi og'riq? Nimaga o'xshardi? Og'riq nihoyatda jazillatib, jaz vobshe chidab bo'lmaydigan og'riq bo'lasida. Tupurukni ham yutib bo'lmaydi, tupurib ham bo'lmasdi. Eta-beta davolandim, bo'lmadi. Toshkentga bordim. Garantiyani bera olmadi. Men aytdim, "Ey, davola, qo'lingdan keladimi? Kelsa davola. Kelmaydigan bo'lsa meni nima qilasan bu yerda ushlab turib?" deb chiqib ketganman. Oxiri mana chekka kelib davo topdim. Hozir mana yaxshiman. Nonimni ham yeyapman, gapimni ham gapiryapman. Doktorlarga rahmat. Mana kecha o'sha operatsiyadan chiqishim bilan shu gapimni ham gapiraverdim, og'riqlar qoldi. O'ziga o'xshagan bemorlarga nima tavsiya qilasiz? Shetni tavsiya qilaman. Davolaninglar. Doktorlari yaxshi. Kecha ovqat yedingizmi keyin? Yedim ovqat kecha. Mana bugun ertamatdan ham kirib yedim. Avval ovqat yemayapsiz. Yo'q. Aytyapman, tupurukni yutolmaysiz. Yo, tupurolmaysiz. Men tavsiya qilaman shu eshitganlar, bilganlarga, kelinglar, mana shu yerda davolaninglar. Bittada ya salomat bo'lib ketasizlar. Qo'rqish kerak emas operatsiyadan. Men qo'rqmayman operatsiyadan. Sirazi kirib yotib, qo'llarimda ham beylasalar ham beylanglar, beylamasalar ham chidayman og'riqqa dedim. Shuncha og'riqqa chidagan 1-3 minutga chidamaymanmi dedim. Chidayman dedim. Rahmat doktorlarga. Malades.